Assalomu alaykum akalar, ko'rishingiz mumkin. Lexus mashinasini olib qolganmiz. Bu mashinamizga biz полный shumizolyatsiya ishchalarini qilib beramiz. Birinchi sloy vibrizatsiyalarni urib olganmiz. Ko'rasizlar, hali bu batareyalarning teglariga ham hammasiga uramiz. Bagajlari ham bo'lgan. Inshaalloh ish jarayoni ketyapti. Mashinamiz bir hafta 10 kun oldin полный kuzib bron qildirgan ekanlar. Akalar, arzon joyda bron qilish bunaqa zo'r bo'ladi degan emas lekin. Ko'rasizlar, detallarni qirib tashlashgan, o'sha ochilib ketib bo'lgan. Mana detalni ko'rasizlar, kuzibdi. Mana shu burchaklari ham mana shoxni yechib turib, tagiga tiqib qotirish kerak edi. Bu narsa stik qilib qo'yishgan, ochilyapti hamma yog'i. Juda ham ko'p joylari shunaqa ideal yopishmagan. Mashinani chochmasdan turib, bron urish oqibati mana shunaqa bo'ladi. Ko'rasizlar, teglari musor to'ladi. Mana shu joyi stik qilib kesib tashlashgan. Mana bu yoqda mana ko'rasizlar, detallar faqat stik, hammasi. Bu arzon joyda qilindi degani sifatli bo'ladi degani emas. Bakoy tegi, eshikning raxlari ko'rasizlar, orqaga qayilmagan. Bu yoqda plasmas joyiga tushmagan. Klipsalarini sindirib tashlashgan bor. Mana ochilyapti. Akalar, pastda nomer qoldirib qo'yaman. Bron xizmati bo'yicha ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa ishinglar a'lo darajada bitdi, sifatiga 100% kafolat beramiz. Mashinamiz lekin prosta uvol bo'lib ketibdi. Полный kuzov bron urilgan, ko'rasizlar, ko'chib ketgan. Bitta karcher o'zida.